iş qanday oxirlashadi degan chog'da yo to'xtab qolasiz, yo bir kechirim so'raysiz. Undan keyin biz bo'ldi qilamizmi? Beka-bekadan chiqib olib bu yerda haqorat qilsangiz, bu yerda siz bir govungo emas, chiqib olib odamlarim bor ishitib, unda qilma, bunda qilma deb deyiladigan. Shundaqlar bo'lsa, uningga biz tayyor. Siz bu yerda varanchiron qilib, biz aranj qilib bir Uyg'ur millat uchun aram bir 1500 odamni chiqqan vaqtda tashkillagan vaqtimizda siz bizning dinimizga to'p chachadigan ishni qilsangiz, xato sanabsiz, cho'churni ham sanabsiz, qendishim, varanchiron qilmang, taqit so'zlamang, jo'lamang, ekranga chiqib olib, millatga foydali, vatanga foydali ish bo'lsa qiling. Paktimiz olsa deng, pakt bo'lmasa o'tirib qiling. Gülemeksiz onundaki sözüm bo'lib qolsin, sizga gap gülemeksiz onundaki eng oxirgi sözüm bo'lib qolsin, sizga gap to'g'ri kelmaydi ekan, sizga mush tushuntirib bo'lmay, bo'lmasa Necmettin kam bilan chiqargan videolarimizni hech qanday uning gapimi hech qanday bir xato yo'q. Sizga sizdek işte taqit savol so'rasa, bir odam 5 oylik bo'lgan bir tashkilot bir partiya qurg'uchiga nima ish qilib berding deb savol so'rgan odam siz olgandan keyin sizga boshqa gap to'g'ri kelmaydi ekan. Unda olgandan keyin men bu to'xtab qolay, vaqtim israf qilmay, mening qilgan nurg'un ishlarim bor. Ekraningizga chiqsam bo'ladi. Unsangiz, jumla, unsangiz erta hozir desangiz hozir tayyor. Ammo yo'q desangiz men yerda varanchiron qilgan mening vaqtim yo'q. İşiniz oңышlıq olsun, aman bulun, ama bizge hücum qilmang, bizge qarchaplamang, xalqning oldida bizni beka-bekadan yaga qaratmang. Sebepsiz. Ama tutib oldigan bir yeringizni o'tirib qo'ying. Sebepsiz, faktsiz. Lekin bunchilik yilqi qara so'zlarni qo'shib, boshqalarga bunda hujum qilmay, bir ilmiy bir fikri yozinglar, fikrlarni yozinglar, sizlarni tashviq qilinglar. Hemen özümdeki Facebook'um varken, YouTube kanalım varken ben teşekkürler. Çıkıp özümdeki özümler teşekkürler. Eğer ne vardı gerek özümdeki gapları, özümdeki kılgan ihtilafkan işleri çünkü doğru olsa bir ayal kişilik oturuğa çıkıp sözler koyduğunu birinin bok etmeydi olsun. O parti yapma. O ben bir nesle koyduğum partiye bir nesle kitabı olsa nimde aciz partiye olsun ki. Bir ayal kişilik çıkıp oturuğa çıkıp söz işi sıçrayıp duramaydı. Çıkıp sözlerle sizlerin teşvikatından kılınlar, ben özlemden teşvikatını kılıyorum. O siyasi öğreniş jarayonlarida Necmettin'ninki gapini anlasanlar şu Necmettin'ga o'xshash bo'lib ketsalar shu. O'ylaydigan odam shunga o'xshash bo'ladi. U sizlarniki erishishinglarga arzimaydigan odam, mayli turmush qurish jihati bo'lsin, o'ziniki shaxsiy turmushi bo'lsin, mayli u boshqa butun Turkiyadagi Hidoyatullo O'zxon hojim Oydimu, Kimu, Ali Akbar hojim, Yaponiyadagi u kishilar, har qaysi tashkilotlar hammasini o'xshash shunday qahning qilgan ishini yaratmaydigan shunday bo'lib yetishib chiqsalar, o'zinglar bilib bilmay shu taraf ketib qoldinglar hozir inoq. Kelar qatimliq videolarimda men so'zlayman, shularni birdan o'tirib chiqaman. Bu yomon tarafga unda ziyonliq bo'ladigan ish bo'lsa, bir kim chiqib o'tirib chiqib so'zlash kerak. Mening kayimdan bir ishkisi chiqmasa mayli, men o'zim to'g'ri deb qaragan ishimni qilaman, o'zim to'g'ri deb bilgan ishimni o'tirib chiqish tegishli shunday gaplarni hammasini o'tirib chiqaman shunday. Mushu gaplarimni anglayotgan bo'lsam, Necmettin partiya a'zolaringizni, o'zingizning a'zolarini boshqarib qo'ying. Va tuzuk yozsin fikrini. Meni xoin deb tashviq qilgan bo'lsa, men xoinligingizni tashviq qilmayman shunday. Isbot bo'lmasa, shunday gumonliqni qilib ekan deb ko'pchilikni o'ynashga chaqirtaman. Mening shaxsiyatimga hujum qilgan bo'lsa, men sizning shaxsiyatingizga chiqib beraman. Boshqarum odamlaringizni